Rus tilini o'rganayotganlarni qiynayotgan holatlardan bittasi bu yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlarni rotini ajratish. Chunki bukvar oxirida yumshatish belgisi bor, murskoy rot, tetrats oxirida yumshatish belgisi bor, женский rot. Buni osonlik bilan yanada yengib o'tib o'rganishni yo'lini, sirini sizga aytaman. Agar so'z ar bilan tugasa va oxirida yumshatish belgisi bo'lsa, unutmang, bu so'z murskoy rot. Bukvar, slavar, kalendar. Bundan tashqari ad, ov harf birikmalari bilan tugagan so'zlar ham женский rot bo'ladi. Lyubov, жизнь. Insonni kasbini anglatsa-yu, bu so'z tel bilan tugasa, doimo murskoy rot. Masalan, учитель, строитель, водитель. Bular hammasi insonni kasbini bildiradi. Demak, bular murskoy rot. Abstrakt ma'nodagi so'zlar esa женский rot hisoblanadi. Biroz mashq qilsangiz, siz ham qaysi so'z женский rot, qaysi murskoy rot bemalol ajratadigan bo'lasiz. Hozircha bo'lsa kanalimizga a'zo bo'ling.